O'zbekistonda yangilik akalar. Umuman boshingizni og'ritmaysiz. Qish sovuq haqida o'ylamaysiz, yozda issig'i haqida o'ylamaysiz. Yozda limitdan yeb qo'yapti o'dingiz, qishda ko'mir o'tinni rasxod qilib yuboryapti o'dingiz. Endi bunga yechim topildi. Uyingiz issiq bo'ladi qishda. Yozda muzday bo'ladi, yengil bo'ladi. Vassalardan ham yutasiz. Ko'ryapsizmi? Arzimagan vassalarda qoqilgan izolsiyon materiallarni qo'yilgan. Bu suv o'tkazadi, to'sinlaringiz chiritib yormaydigandan bo'ladi. Qamish olibki 20 ta odam bo'lgan, loy olib chiq degan narsalar umuman yo'q. Endi akalar, bu penabeton xizmati bo'ladi, Rossiya texnologiyasi bo'ladi. Hozir internetda reklamalar ko'p akalar. Penabeton u bu deb chiqarishyapti. Buni o'zini mutaxassisi qilish kerak, o'zini yo'li bor. Qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi? 2 marta urinmasligi uchun shu videoda oxirigacha ko'rib, qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi, to'g'ri quyidirish yo'llari haqida batafsil to'liq ma'lumot bo'lasiz, foydali bo'ladi. O'shaning uchun bittadan like-ni bosib, videoda oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum, Qudrat aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Suyimsiz? Xo'p, Qudrat aka, birinchi o'rinda obunachilarim uyga penabeton qildirayotganda usta bilan nimalarni dogovor qilish kerak, qanaqa qilib quydirish kerak, shu haqida ma'lumot bering. Shu issiq sovug'i asosan issiq sovug'ini ushaydi bu. O'shani usta bilan dogovor qilib olish kerak. Dogovor qilib olish kerak. Santimetrini, necha santimetr qo'yishiga qarab. Necha santimetr quyishini dogovor qilib olish kerak bo'ladi. Uyga, xonadonlarga necha santimetr quydirgan o'sha standartida ma'qul bo'ladi aka. Shu 6-7 yaxshi o'zi. 6-7 normalniy. Normalniy 6-7. Ba'zilar 10 quyib bering deydi. Endi hammasi bir xil. 10 quysangiz ham o'sha issiq tushadi. 7 quysa ham o'sha. O'sha issiq tushadi. 10 ham 7 ham quyib beraverasizlar. 10 ham 7 ham quyib beraveramiz. Xo'p, bu o'zi qatlardan ommalashib ketgan. Baqa qanaqalik O'zbekistonga qachondan kirib keldi bu narsa? Bu o'zi Rossiyada asosan Rossiyada bo'lardi bu. Endi bir 2-3 yildan beri keldi bu yoqqa. O'sha 2-3 yildan beri quyapmiz. 2-3 yildan beri quyilyapti. Xo'p, aka, bizning odamlar loylonbozga o'rganishgan. Loylonbozni o'rniga qo'rqmasdan shu narsani qilsa bo'laveradimi? Qilsa bo'laveradi. Loylonbozdan yaxshi bu. Nima tomonlari yaxshi bu? Bu yorilib netmaydi. Yorilmaydi. Yorilmaydi. Issiq sovuq tushaydi. Keyin qurtqumishga, so'nkalamishlar bo'lmaydi. Xo'p, buni masal uchun bir ko'rishda odamlarning ko'ziga loy bo'lib ko'rinadi bu aka. Bu bir-birini qanaqa qilib siyosiya qilib ushlab turadi bu narsa. Yorilmasligi, boshqa bo'lishi uchun. Sement, asosan sementda bu. Sement, qum, o'sha fibra, pena, o'sha narsalari bor, o'zini qo'shadigan. O'zini ximikatlari bor, ximikatlari bor. Me'yoriga keltiriladi buni o'zi. Xo'p, bunga garantiya beriladimi? Garantiya beramiz. Qo'rqmasdan qilsa bo'laveradi. Qanchaga garantiya beramiz? Qudrat aka buni? 10 yilga garantiya beramiz. 10 yil garantiya berilaveradi. Yukni ham ko'taraveradimi? Yukni ko'taraveradi bemalol. Hali to'sin-po'sinlar chiritmaydi, havo o'tkazadi. Havo o'tkazadi bu. Hozir sizlarga hech nima qilish shart bo'lsa, faqat nima qilib berish kerak uyda egasi? Uyda egasi tok suv beradi. Suv beradi, tok beradi. Vassalarni qoqib berish kerakmi yoki o'zingiz qoqaverasizlar? Yo'q, vassalarini qoqib, zardo'lni urib berish kerak. Vassani qoqib, zardo'lni urib berish kerak. Mana bu izolsiyon materialni o'zingizdan olib kelasizlar. Hamma yo'q o'zimizdan. Hamma yo'q o'zingizdan. Sizlarga tok, suv, abitini qilib bersa bo'ldi. Pashta hech narsa qilmas ekanda, boshini og'ritmas ekanda. Semonga yugur, penaga yugur degan narsalar bo'lmas ekan. Hamma yo'q o'zlaringizdan bo'lar ekan. O'zimizdan. Xo'p, betga necha kvadrat joyga qilib beryapsizlar? Bu yerda 8 kvadrat. 800 kvadrat joyga qilib beryapsizlar. Necha santimetr quyib beryapsiz, Qudrat aka? Hozir minimum 7 bo'lyapti. Minimum 7 bo'lyapti. Xonadonlarga 5 dan 7 gacha qo'yasiz. Zo'r aka. Endi xo'p, ko'pchilik nima qiladi? Necha kunda bitkizib ketadi? Zakaz beradigan bo'lsak, bir kunda necha kvadrat qo'yadi degan savollar ham bo'lyapti, Qudrat aka. Bir kunda 150-200 kvadrat xudo xolasa bemalol quyib bo'lamiz. 150-200 kvadrat qo'yaverasizlar, ha? Zo'r. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradimi? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Akalar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatilar ekan. Garantiyalarni berishar ekan. Endi eng qiziq joyi pulini nech puldan quyib berilyapti aka? Puli vodiyga 45 mingdan quyib beryapmiz. Vodiyga 45 dan quyib beryapsizlar? Vodiyga 45 ming quyib beryapmiz. Endi vohalargacha qo'shilib qoladi. Vohaga Toshkentga qo'shiladimi yo Toshkentga ham shuni? Toshkentga ham qo'shiladi. Toshkentga ham qo'shiladi.
Endi hali bir kun vaqtimiz ketadi, u yoqqa bordi, keldi. Yo'l kira, yoqilg'i, yotoq joy muammolari, o'sha yotoq joylarni bo'lsa qilib berishsa yotilaveradi o'sha yerda. Zo'r. Vodiyga 45 mingdan tomga quyib beryapsiz. Tomga quyib beryapmiz. Buni steyashkasi ham bor-a? Steyashkasi ham bor. Steyashkasi vodiyga 60 ming. Vodiyga 60 ming. Toshkentlargacha qo'shilib qoladi. Buni kelishyapmiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holda. Qirg'iziston nimalarga ham borib quyib berilaveradimi? Tojikistonlarga? Quyib ham beraveramiz. Muammo yo'q ekan, quyib ham berishaverar ekan akalar. Bittadan laykni bosib, shunaqangi zamonaviy rossiyskiy texnologiyalarni olib kelib, uylarimiz yana ham issiq, yozda muzday bo'lishiga hissa qo'shilyapti ekan. Bittadan laykni ayamaysizlar degan umiddamiz. Xo'p, o'zini mutaxassisga qildirish kerak, akalar tavsiya qilish kerak. Akalarimiz yangi kirgandan boshlab mana shu sohaning ichida shug'ullanishyapti. Past balandini bilishadi, yangi boshlashgan yo'q, tajribalariga ega. Xolasalaring quyib berilgan joylarga olib borib ko'rsatib, xonadon egalari bilan ham gaplashtirib berilaveradi. Xolasangiz borib, obyektni ko'rib, xonadon egasidan so'rab turib boshlasangiz ham bo'laveradi. To'g'rimi Qudrat aka? Bo'laveradi. Bemalol. O'zlaring uylaringga ham qilsalaring kerak shunaqa narsalar. O'zimizga ham quyganmiz. Quygansizlar. Quyganmiz. Oldin o'zingizga ravo ko'rgansiz, endi qolganlarga ham quyib beryapsiz. Shunaqa, Zo'r aka. Xudo xolasa, Qudrat akam pastga nomerlarni qoldirib qo'yapman. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadilar. Xudo xolasa bizni nomimizdan chiqsa bonuslar qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. Bonuslarni qilib beradilar. Like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lish esdan chiqmasin.